hozirgi zamon erkeklari erkek emas. Yo'q, kelaman atara. Yana bittasi kelib, nima bunaqalar ishlab chiqargan zavod bormi? Videoni oxirigacha ko'ring-da. Erga tegish majburiy deb qaysi kitobda yozilgan yoki qaysi qonunda yozilgan meni xabarim yo'qmi? Bitti kerak. Nima uchun qizlarimiz ertaga katta kresloni egasi bo'lasan, vatanimizga xizmat qilasan deb emas, ertaga katta erga tegasan, qaynota eringning xizmatini qilasan deb qul ruhida katta qilamiz. Erga tegganda nima bo'lyapti aytinglar menga? Kim bu kim? Ajrashib ketyapti, farzandlarni boqishga majbur bo'lyapti, ba'zilari yomon yo'lga kirib ketyapti. Qiz bolani maydaligidan erga tegasan, erga tegishing kerak deb shunaqa millena bilan katta qilasizlar, keyin kattaroq bo'lgandan keyin qizim nima bo'lib ketyapti, yomon yo'lga kirib ketyapti deysizlar. Keling, shu adashgan jigarbandimizni o'zimiz amijamaga urib o'ldirib qo'yamiz. Erga tegish kerak degan millena bilan katta bo'lgan qizdan boshqa nimani kutasizlar? U qilasan katta odam bo'lasan deb shunaqa millena bilan katta qilyapsizlar. Biz ham shunaqa millena bilan katta bo'lganimizda juda ham noto'g'ri narsa. Qiz bola o'zi o'qib, o'zi rivojlanib, o'zining hayotini qurish kerak. Butun Instagram foydalanuvchilariga bir maslahat bilan chiqmoqchiman. Mana shunga o'xshagan miyasi, kirishasi, kirdi chiqdi bo'lib qolganlar uchun bu opa yolg'iz emas bo'laman. Shu opaga o'xshagan bir kirdi chiqdi bo'lib qolganlar uchun alohida bir Instagram platformasini yaratib bersak nima deysizlar? Bir kelishgan holda. Chunki hozirgi zamon erkeklari erkek emas, hammaga tegib ketmas. Gapirgansini to'g'ri. Lekin bu deymiz-ku, shunaqangi odamlar ham kerak-da. Instagram, Telegram, TikTokga o'xshagan joylarga shunaqangi odamlar ham kerak. Bo'lmasam zerikib qolamiz. Hammaga motivator ketadi. Nima deb o'ylaysizlar? Bu opaning gaplariga qanchalik jon bor? Menimcha bu opa to'g'ri gapirmadi. Fikringizni kommentariyaga yozib birdan like bosib keting.